Olib chiqing. Olib chiqing. Bog'chaga edi. Bog'chaga ham joylab qo'ydinglar. Yo'q, siz ham meni kechiring oyijon. O'sha kuni jahl ustida qattiqroq gapirib bordim. Judayam afsusdaman. Sizga tarbiya bergan ota-onangizga ming rahmat. Umringizni baraka toping bolajon. Ilohim o'sha qayda. Rahmat qiling. Ularning oila a'zolari hamda keng jamoatchilik vakillari G'alaba uchun bir ball beriladi. Yaxshi ko'rasanmi? Bundan keyin muzqaymonni kamroq ye. Bo'lmasa uquv qilaman. Tushundingmi? Bekzod, bunga dorilarni yozib bergin. Xo'p. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Guli yaxshimisiz? Rahmat. Ha, bo'lajak. Tushundim. Bo'lmasa biz yolg'iz gaplashib olaylik-a? Aytadigan gapim bor. Xo'p, bora qoling. mashinada kutib Haligi, bilasizmi? O'zingiz kelganingiz yaxshi bo'ldi. Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz boshidan o'tkazgan narsalarni so'rashga majbur edim. Uni sizdan oldin uylangan bir yigit aldab yurgan ekan. Yaxshiyamki buni Guli vaqtida bilib qoldi. Xo'sh, Lekin o'sha voqea uni hali hanuzgacha tinch qo'ymayapti. Kasalligini esa battar rivojlantirib yuborgan. men uni kecha sobiq yigiti bilan ko'rdim. O'sha restoranga aslida Gulini o'zim taklif qilgandim. Borsam u ablah Gulini qo'liga uzuk taqayotgan ekan. Tushunarli. Davolasa bo'ladimi, doktor? Judayam kam uchraydigan kasallik aniqlangan. Xo'sh, Shu desiz xayollari chalkashib ketadi. Kechagi va bugungi kunni almashtirib qo'yadi. Hatto odamlarni ham bir-biri bilan almashtirib qo'yadi. Vaqti kelib ota-onasini ham eslolmaydi. biz yaqinda turmush quramiz. Bilaman, yaqinda to'yingiz bo'lishi kerak.
Endi uylanish yoki uylanmaslik sizning ixtiyoringiz. Uning miyasida o'simta mavjud. Lekin buni Gulidan ham, uydagilardan ham yashirganman. Buni faqat sizga aytyapman. Chunki u o'simta miyaning eng nozik nuqtasida joylashgan. Hech bir operatsiya yordam berolmaydi. Agar o'simta rivojlanishdan to'xtasa, hammasi iziga tushib ketishi mumkin. Doktor, sizga katta rahmat. Mayli, xo'p. Bunaqa harakat. O'zbekiston sinov uchun tutdimi? Qancha yesa ham to'ymaydi. Unga bu top bir yaxshi kun. Reklamalar formatini. Endi 2 litr kof. Chunki bitta ham tiking o'zgarmadi. Ana shunday qadimiy kitoblarimizni faksimili nusxasini bo'lsa ham O'zbekistonga qaytarishga qanday hissa qo'shmoqchisiz? Albatta, endi bu markaz qurishni boshlaganda u paytlar Pokistonda elchidim. O'sha Pokistondan ham ko'p eksponatlarni olib kelishga harakat qilib olib kelganmiz. Hozir Amerikada ko'p muzeylarda, shu jumladan Smithsonian muzeyi bilan hamkorlik qilamiz. Va Smithsonian muzeyi vakillari bu yoqqa kelib ketdi. 5-6 tadan ortiq Smithsonian muzeyida saqlanayotgan bizning madaniyatimizni tarixga tegishli bo'lgan eksponatlarning kopiyasini olib keldik. Islom kopiyalarini olib kelganmiz. Biz yana davom etamiz. Mehmonlar markaz muzey ekspozitsiyasi islomdan oldingi davr, birinchi va ikkinchi renessans, shuningdek yangi O'zbekiston, yangi renessans poydevori bo'limlarini tomosha qilishdi. Rostini aytsam, taassurotlarimni hayajondan bir aytib bera olmayapman. Shunaqangi chiroyli, juda ham katta qurilganki, qo'ldan kelgancha o'z hissamizni qo'shishga harakat qildik. Bizlar ham italiyalik kompaniya, Trend kompaniyasi bu yerda mozaikalarni qilishda o'z hissasini qo'shgan. Birinchi renessans ko'rgazmasini, davrini, konsepsiyasini ishlab chiqishda Magister Art kompaniyasi jalb qilingan. Men uchun arabshunos bo'lganligim uchun, sharqshunos bo'lganligim uchun hamda arab davlatlarida faoliyat olib borayotganim uchun o'sha davlatdan o'sha sayyohlarni bu yerga jalb qilishda bu juda bir qulay maskan bo'lib qolmoqda. Men bu zalda intervyu talab qildik. Bu Imom Buxoriy majmualarini maketini oldim. Yaqinda men mana shu maketni dronda suratga tushirilganini Umonlik sultonidagi do'stlarimga, ya'ni o'sha vazirlar, elchilarga shunaqangi jo'natganimda nihoyatda haligi ta'sirlanib, tahsinga sazovor ekanini bilsam, avvalambor shu muhtaram prezidentimiz tomonidan buyuk muhokamalamiz Imom Buxoriy nafaqat bu o'zbeklar uchun, butun musulmonlar uchun, dunyoda 7 milliard musulmon bo'lsa, hamma qadrlaydigan shaxs. Shu insonni hurmat qilib, mana shunaqangi majmualarni kengaytirib, katta maskan yaratganlari boshqa sayyohlar, boshqa sayyohlarni jalb qilish juda qulay. Dilso'z Esanova, Farruh Ro'zmetov, Aziz Yangizakov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun. Dasturimiz davom etadi. So'nggi yillarda yoshlarni zukko, bilimdon, yuksak ma'naviyatli, yurt taqdirini o'z zimmasiga olishga qodir avlod qilib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar muhayyo qilinmoqda. Natijada zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan g'ayratli, tashabbuskor, har tomonlama rivojlangan yoshlarimiz safi kengaymoqda. Xususan Navoiy shahridagi 22-maktabning 5-sinf o'quvchisi Islombek Mansurov chet tilidan B2 darajali sertifikatni qo'lga kiritdi. Muxbirimiz Shiringul Asoyeva ana shu yosh iste'dod sohibi bilan suhbatlashdi. Navoiyda quvonchli va ilhomlantiruvchi xabar tarqaldi. Navoiy shahridagi 22 ta'lim maktabining 5-sinf o'quvchisi Islombek Mansurov chet tilidan B2 sertifikatini birinchi boshidayoq qo'lga kiritgan. Ushbu xabarni eshitishimiz bilanoq biz ham ta'lim maskaniga keldik. Bu natija tasodif emas. Islombek pedagoglar oilasida voyaga yetayotgan, ilm va tarbiya o'rganishgan vaqtda o'sib kelayotgan iqtidor egasi. Otasi Navoiy davlat universiteti dotsent, onasi esa maktabda matematika fanidan saboq beradi.
beradigan tajribali o'qituvchi. Qahramonimiz yoshligidanoq internetdagi bilimga yo'naltirilgan o'yinlar va dasturlar orqali ingliz tiliga qiziqib kelgan. Bugun esa u nafaqat tilni puxta o'zlashtirmoqda, balki YouTube platformasida shaxsiy kanali orqali ingliz tilida kontent ham yaratmoqda. Testni bajarayotganimda unchalik qiynalmas edim. O'rgatganlarni ancha tushunarli. Undan keyin men ijozat kamida bir olib olaman deb o'ylagandim. Lekin bunaqa unchalik olaman deb Shundan keyin men bir ikki oydan keyin men semirganimni qilmoqchiman. Semirman, lekin semirni ham olamsam, agar katta bo'lganda avsiga ham qo'shilmoqchiman. oilaviy juda olib keldi. Juda xursand bo'ldik narsadan va hozirgi darajada qo'llab-quvvatlab va bundan keyin nimalarda ham harakatlarda albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Yaxshi kadr bo'lib yetishida bor g'ayratimizni ayamaymiz nasib bo'lsa. Bu yutuqda ingliz tili ustozi yosh Alisher Xudoyorovning mehnati ham alohida e'tirofga loyiq. Ana shunday zamonaviy fikrlaydigan, natija uchun ishlaydigan ustozlar bor ekan, yangi yutuqlar albatta bo'ladi. O'quvchim Islomning natijaga erishganini ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Bo'ldi, qachon kelashlar? Ishlasizlar, Maktabimizda har xil yoshdagi yuzlab o'quvchilarga to'g'ri darslar o'tib keladi. Nasib bo'lsa to'xtab qolmasdan bundan keyin yaxshi natijalarga erishishni Asoqlar to'g'ri pishinglar. Gaplashib o'tiramiz, davay maktub bo'ldilar. Hamda ota-onasining mehnati Yechga qo'rqinglar desam, bizdan yo'q. bunday reytingda yuqori natijani qayd etmoqda. Aytdim, qaynatim biladi bo'ladi. Dastur uchun Navoiydan tayyorlandi. Qishloqlarda aholining munosabat va hayotidan rozi bo'lib yashashi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga yo'naltirilgan ishlar olib borilyapti. Joylarda ichki yo'llar, ichimlik suv, elektr energiyasi kabi aholini ichimlik suv bilan ta'minlash borasida katta ishlar qilyapti. Ammo ba'zi hududlarda bu borada hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar ham uchrab turibdi. Dasturimizga Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi Mehnatobod mahallasining Olchazor qishlog'i aholisidan murojaat kelib tushdi. Unda aytilishicha, bu yerda ichimlik suvi mavjud. Muxbirimiz Ichimlik suvi tanqisligi og'riqli masala bo'lib, haqli e'tirozlarni keltirib chiqaradi. Denov tumanidagi Mehnatobod mahallasining Olchazor qishlog'i aholisini ham ayni shu masala qiynab kelmoqda.